Sandanam, mandanam, undanam, bundanam. Qarzing bor, tvar ber. Xo'p, rais va, beraman. Asabimga margat qilmagin, to'lab qo'y. Ambala to'raga admin qilaman. Xo'p, rais va, xo'p dedim-ku. Uy, iPhone-mi? iPhone. Qo'lingizda iPhone, ketingizga kiygani shortingiz yo'q. Men mahallani mazgi sintirab kelay. Men Qizil bayramman. To'ydan keyin erim umuman o'rtoqlar bilan choyxonaga chiqmaydi. Men ertalab turib umuman ko'chalarni ham supurmayman. To'ydan keyin biz обязательно alohida chiqib ketamiz. Trikotaj futbolka. Sen avval qizim chuchvara tugishni o'rganib ol, mont qilishni o'rganib ol. Faqat tuxum qovurishni bilasanlar. Sendaqa yoshlar sumalak qilishni ham bilmaydi. Tuya qol uyingga. Bu ketishda sumalakni ham yo'q qilib bo'ldi. Ming'illama arqamda ham qulog'im bor, Zaporoj motorman. Chalishimni yuvib olmasam, kampirlar ham qaramayapti. Ona mana shu mahalla asabimga o'ynasa, Xonsaroyda yangi chiqqan fazo loyihasida uy olib ketib boraman, menga so'kkanda bor. Rais, bu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz bitta yordamingiz kerak edi. Qanaqa yordam? Salon ochmoqchiman. Avtosalonmi? Yo'q, go'zallik saloni. Moni oching, moni miyangizni oching. Voy rais, bu dilim og'ritmay, nima qilib ayollarni go'zal qilsam? 360 gradusda uradigan kamerani ko'rganmisan? Yo'q. Oni qara. Mana ko'ryapsanmi, arqadan ham uradi. Ya bu erkak degani hayotda tas yashasa-da. Chechiri Temur bobo. Bu kamalagan bular dastdan hijolat bo'lib chiqmay qo'ydi. Rais bu? Obbo, jallohat qo'limni kes.